Salom obunachilar, hozir bizga bir obunachimiz juda karildab tashladi. U O'zbekistonlik emas ekan, Afg'onistonlik. U bizga ijtimoiy tarmoqda juda ham uyatli gaplarni aytib so'kib tashladi. Hozir biz u qasosni olish uchun u bilan o'ynab ko'ramiz do'stlar. O'zimizga tashlaymiz. Mana uningniki. Mana u. Olammikan endi? Yo men 5'liyim. Yo men 5'liyim. Well, let's go. Hozir biz buni yutishga harakat qilib ko'ramiz. U juda ham zo'r o'ynar ekan. Biz unga tan bermoqchi edik. Biz birinchi o'yinda yutdik, ikkinchisida ham yutishga harakat qilamiz. Biz birinchi o'yinda kameraga olmay yutdik va ko'p odam ishonmasligi mumkin. Biz lekin uni yuta oldik. Hozir yana ko'ramiz, yuta olamizmi, yuta olmaymizmi. Wi-Fi tarmog'i yaxshi emas. Wi-Fi o'tishiga ham 2 kun qoldi. Nimaga unday bo'lyapti, bilmayman. Haligacha kirmadi. Qaysi Wi-Fi'da bu endi? Haligacha kirmadi. Voy kiryapti. Aytib qo'yay, telefon 30 fps yoki 45 fps. Yo'q, barcha. Do'stlar, mana birinchi ham oldik. Va uning kalasiga setlar berishni biz kutamiz. Voy, juda kadildagan edi bu bola. Qochyapti-ku, quyon ekan bu bola. Orqadan otyapti. Qulab chiqib otyapti. Va jon bilan urib yordi. Qilib otyapti va birinchi to'pni oldi. Malades, yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir yana zo'r o'yin ko'rsatyapti u ham, men ham. Hech yo'q. Shu ikki ko'rinishida biz yutyapmiz. Bu hisobni saqlab qola olarmikanmiz? Hozir ko'r. Sobut 3 ko'rinishiga keldi. Nahotki nima yonday bo'ldi, men hozir bilmayapman. Fikrlayapti. Qoidasini tuzib boshladik. Nahotki 5-3 hisobiga keldi ko'rinish. O'zimga ishonchim qolmayapti, ammo biz O'zbekiston oxirigacha harakat qilamiz. Oxirigacha. Hisob 5-4 ko'rinishga keltirdim do'stlar. Hech bilan uchirib yubordim do'stlar.
Yaxshi, zo'r. U ham zo'r o'ynayapti. Pik qilyapti. Pik qilyapti. The match is over, and the blue team is in the lead. Voy 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 nimaga gapirdi? Qolay. Aka, bu kim bo'ldimi yo bu? Nima unda? Ana, pistolet yo'q. 605, 605. Minut ham kam qolyapti. Minut ham kam qolyapti do'stlar. 605. Comeback bo'larmikan? Comeback bo'ladi albatta. O'zbekiston oxirigacha kurashadi. Oxirigacha yutishga juda o'zlari O'zbekiston orqada qochyapti. Uni ochish kerak do'stlar. Ochish kerak. 7-5 ko'rinishiga kelyapti hisob. Nimaga bunday men bilmayman. Axir boshida uchayotgan biz comeback qilishimizga ishonamiz do'stlar. O'qimiz tamom bo'ldi, bo'lmasa o'ldiradi. Judan Karl o'zinidan kimni yasab bo'ldi. Biz endi bunga ko'rsatamiz. Va u qayerdan o'tadi? O, Krisa. Hech kisi yo'q do'stlar, biz Reloading! pistoletda O'zbekiston uchun pistolet vakin bo'lib qoldi, ammo pistoletga qaramay o'ldirdik do'stlar. 7-7. Hisob qoldi. Stop do'stlar. Do'stlar, taklifim bu. Xudo xohlasa bu You're about to win. tojikni ham yutamiz albatta. Tojik deganda Cover me! haqorat qilmayman do'stlar, tojikistonlik demoqchiman. Fired! Biz g'alaba qozondik. Tojikini chiqarib yubordik do'stlar. Sizlardan uzr so'raymiz. Va biz albatta keyingi o'yinlarda ham ko'rishib qolamiz. Do'stlar, to'xtanglar, hozir biz chiqib olaylik. Bizga yana challenge berishi mumkin u. Hozir mikrofonni yoqib olaylik-chi. Nima deyar ekan bizga?